Hali bu sirda sizga hech kim aytmagan ko'chadagi kepsini uy sharoitida tayyorlashni o'rgataman. Tovuq fileysini videoda ko'rsatilgandek kesib olamiz. Unimizga paprika, tuz va 2 ta tuxum solib, orqasidan 100 mg suv solib yaxshilab aralashtiramiz. Tayyor bo'lgan kilerimizga tovuq fileysini solib 30 daqiqaga olib qo'yamiz. Oradan 30 daqiqa o'tdi va unimizga birin-ketin botirib olamiz. Asosiy jarayonga ham yetib keldik. Qizib turgan yog'da hamma taraflarini qovurib olamiz. 10-15 daqiqa oralig'ida go'shtlarimiz tayyor bo'ldi. Ularni birin-ketin olamiz. O'choq boshida yeganga nima yetsin? Ko'rib turganingizdek ishtaha ochar taomimiz tayyor bo'ldi. Do'stlar, videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlanib qilib qo'yishni unutmanglar. Sizlar ham albatta oila a'zolaringizga tayyorlab beringlar. Video yoqqan bo'lsa, yaqin do'stlarga jo'natib bitta like bosib qo'ysanglar xursand bo'laman. E'tibor uchun rahmat. Sani xush ko'ruvchilar uchun somsani dodalari chiqdi meniki. Ko'rishingiz mumkin. Kutganmidingiz, bilganmidingiz meniki sedanachalar bilan kartoshka somsalar tilla bo'lib ketdi mana. Samarqandning kartoshka somsasi mana. Tom somsachalarni qarang mana, rangchalari bilan. Kelingizlar, mazza qilib yeysizlar. Yeganlar armonda, yemaganlar darmonda deganlari mana shu somsalar bilan.